o'zbeklar namozda Subhana robbiyal azim deyishadi. Ma'nosi ashaddiy dushmanim bo'lgan Alloh pokdir bo'lib qolar ekan. Juda katta xato bo'ladi. Bu holatni qanday to'g'rilaymiz? Avvalo qisqacha tushuntiraman. Subhana robbiyal azim emas, Subhana robbiyal azim. Ayn harfi va vo harfi bilan bo'ladi. O'zingizga yaqin bo'lgan ustozga to'g'rilab olishingiz mumkin yoki arab tilini o'qishingiz juda ham kerak bo'ladi. Agar siz bu kalimani o'qiguncha Subhana robbiyal karim deb o'qib tursa bo'ladi. Faqatgina o'rganguncha o'qishingizni aytamiz. Bu bir mindan bir misol. Namozda arab tilini bilmasdan o'qishlikda ancha xatolar bor. Bularni to'g'rilash juda ham kerak bo'ladi. Agar xohlasangiz ustozingiz bo'lmasa, bizda o'qisangiz ham bo'ladi. Agar qimmat yoki pulingiz bo'lmasa, bizda tekin kurslar bor. Faqat sharoitingiz haqida bizga avvaldan yozishingiz kerak bo'ladi. Va musofirda yurgan yoki ustozi yo'q odamlar uchun onlayn bizda o'qishingiz mumkin.